Başa qo'shqarchilikning ishi boshqacha bir tavotgan bir xil. Mana shu nurg'un qo'shqarlig'i zoplashash jarayonida his qildimki, bir og'inimizning qo'shqarlig'i zoplashash chiqsa, bu yerga yana bir qo'shqarchi og'inimiz kelib qolgan bo'lsa, astob bulim qo'shqib ketgan, men chiqib qolmay. Lekin men nima qo'shqar olgan ekan deb. Unda qo'shmasak bo'ladi. Jumildan nima Mahmudjon, Mehmet Obulniki, ha, donli qo'shqarchi Mehmet Obulniki inisa. Hamda hozir bizning mahalda afson tutgan bir qo'shqarni ilib amanda qo'shgan qo'shgan bir ağaçqa bu mushun tashviqotni ishlashga Mahmudjon chiqdi mana. Lekin bo'lmasa bo'sh baldimi qo'shgan xil dangan qo'shqan vayna. Be meni qo'shqim tutsa, mahallani qo'shgan biz paydalab qolsa, meni qo'shqim bitib qolaman deb anday qilib ishtiroqqa shu qayna. Shunday yo'qmi? To'g'ri. Ha. Lekin qo'shaq o'g'ashqa, mush o'zaro qo'llashib, bir qo'shqachilar bir qo'shqachi bunda chiqib o'tib bunda qiladi bir mahal deb. Nurg'un qo'shqalar zotni shekli bog'lab ko'zimiz ko'nab qolgan. Hammasi o'zimiz og'irimiz hamda. Bir qo'shqar zotni shekli chiqsa, yana bir qo'shqar kelsanlar. Ammo men chiqib qolsam qanday ekan? Meni qo'shqarga men chiqib qo'ysam, meni qo'shqim pul topmay yatamik deb, buni qo'shqarlar qo'shgansizlar. Da qo'llashib o'timiz, qo'llashib. Kasbda qoldi. Do'noqqa kasb deganda, do'noqqa baqaydam namiz kasbda sho'di. Lekin ma qo'shqana, asabga nereden aldınız? Kaç qo'shqani bo'lsa, naslida to'g'richana. Bag'ovat Brijdaydan oldim. Mehmet Izxonniki dunyoviy von qo'shqani bo'lsa. Mana makan Bag'ovat chiqdi mana, kelib qo'zlaydi mana. Yo'ran bo'lgan qo'shqani bo'lsa. Qo'shqan bo'lsa. Ma qo'sib qilaman. Yeni bir sen internet ismi davlat ketdi. Ma bir qo'sib mana. Mahmudjon bizlar kunda qo'shqani sakram qo'rqsilib, o'zim qo'rqsilab qilyapsizlar. Bosh qo'shqani bizning mahallaga paydo bo'lganmi? Hamishadagi do'yon qo'yib atgan qolgan nisbatan bir sharoit Sen kengroq bo'ldi, shunday yo'qmi? To'g'ri. Necha pulni sapaslar qo'shqana? Sizlar deb qolamda sizlar. Buni jiqsasa, jiqsog'idek aptim bakan, o'zi choyliqkancha. Onam deb muvofiq qilib ber. Mumkin bo'lsa sapasi qanday Men ko'yna. Siz necha pul qo'shqana? Asosan o'zi o'ylaganda deb baqsa, men ko'y sapas bo'lamdi dedim endi. Bo'ldi, Mahmudjon shu mening mushuncha bir qo'chqa ilishimga, mushuncha qo'y baqishimcha, birdan bir tutib olgandan mushu mana. Qozoq qo'yni bir pul bo'lsin, bo'lmasin, bir mancha, ishda yo'lab mushdab keldi men xursandman og'aynamdan. Bo'ldi, mushag'inam mumkin dedim, bo'ldi mushu. Endi men yana tutib qo'yamanda. Men qo'shqanimiz qo'shqan bo'lsa. Mehmet men do'g'niki qarmon qo'shqan bo'lsa, siz inangan qo'shqan bo'lsa. Anda bo'lsa, ama men ko'y bo'lsan. Mana bir qo'y sag'ay, men ko'y navatilib bir qo'y sag'aydimniki, yana bir qo'y qo'shqanimizni baga bir jon chiqib ya. Bo'ldi. Yaxsiz quvvatlarni. Bo'ldi. Men mening qo'y sasin salmasan, men qo'shqa 20 desa yaxsiz mana. Diqqat ko'rsatib uchun mana. Mana qilaman. Anda bo'lsa qo'shqaniki o'rna, mush yaqinda Qarso yiza 9-kentda. Mening mahallamda bor. Sap o'rna topmoq qilsam, bizniki 9-kentni oldiqlam kelsanlar, o'zsani mushtarab qo'yilamiz. Telefonimiz zapyan. 130 40 48 51 41. Muborak bo'lsin mag'illa. Muborak bo'lsin.